Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Siz Futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlarga eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Saudiya Arabistonida o'tkazilayotgan 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionati eng qizg'in pallasiga kirib bormoqda. Hozirda guruhdan chiqqan barcha jamoalarning o'z raqiblari aniq. Bizga esa buyuk Xitoy devori ortidagi olimpiyachilar raqiblik qiladi. Xitoy olimpiyachilar dovonidan o'tish borasida Ravshan Haydarov fikrlari bilan o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Shu bosqichga yetganimizdan, oldimizga qo'yilgan birinchi vazifani bajarganimizdan xursandmiz. Playoff musobaqalariga chiqqan hamma jamoalarni qutlaymiz. Ertaga biz oldimizda turgan shu maqsadlarimizga erishish yo'lidagi eng muhim o'yin Xitoy jamoasi bilan tiklanish jarayonlarini yaxshi o'tkazib, o'yinlarni tahlil qilib, raqib jamoasini o'rganib, bu o'yinga tayyorgarlik ko'rdik va o'ylaymanki jamoamiz o'yinga tayyor.